Mana Navruz bayrami 21-mart o'tib ketgan bo'lsa ham Dilnozaxonning takliflari bilan A-klub jamoasi, ayollar hammamiz Yangiobod sanatoriyasiga keldik. Bizni juda ham ko'tarinki ruh bilan kutib olishdi. Karnay-surnaylar, mehmondorchiliklar bilan juda ham yuqori hurmat bilan, izzat bilan kutib olishdi. Maza qildik. Ovqatlari juda ham mazali, hamma yoq top-toza. E'tibor juda ham yuqori darajada. Manzaraga, atrofga juda ham gap yo'q. To'g'risi birinchi marta kelishim, hattoki oila a'zolarimiz bilan ham shu yerga kelib oilaviy dam olishni niyat qilib qo'ydik. Bugungi mana hozir sumalak bazmiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hammasi uchun, juda yaratilgan shart-sharoitlar uchun, shukuh uchun, yuqori darajadagi mehmondorchilik uchun Yangiobod sanatoriyasi jamoasiga, ayniqsa Dilnozaxonga chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat.